YouTube'da ko'p videolar shuv-shuvli kadrlar va haqiqatga mos kelmaydigan tasvirlar bilan to'la. Bu videoda esa siz bunday kadrlarni ko'rmaysiz. Chunki bizning maqsadimiz ko'zni chalg'itish emas, balki aniq va tekshirilgan ma'lumotni yetkazish. Bu fon tasodifiy tanlanmagan. U sizni chalg'itmasligi uchun, e'tiboringiz faqat mazmunga qaratilishi uchun ishlatilgan. Agar siz yolg'on kadrlar emas, balki real tahlil izlayotgan bo'lsangiz, siz to'g'ri joydasiz. Putinning shaxsiy dushmani Ukrainani qanday qilib pulsiz qoldirish yo'lini topdi. Ammo bu hali oxiri emas. Gap milliardlab yevro haqida ketmoqda. Lekin bu pullar haqiqatan Ukrainaga yetib boryaptimi yoki bu faqat tashkiliy nomlarmi? Bu savol hali ochiq. Ukrainadagi korrupsiya haqidagi ma'lumotlar ko'p. Ammo bu safar gap oddiy sxema haqida emas. Bu sxema juda puxta o'ylangan va uni bir qarashda payqash oson emas. 21-yanvar kuni Davosda Ember Dragon Ukraine Infrastructure Fund taqdim etildi. Bu oddiy tadbirga o'xshab ko'rinadi, ammo aynan shu joydan savollar boshlanadi. Atigi bir kun ichida fond 200 million yevrodan ortiq mablag' yig'di. Bu pul kimlardan keldi va nega shunchalik tez yig'ildi? Buni hamma ham tushuna olmaydi. Keyingi maqsad 1 milliard yevro va aynan shu yerda asosiy savol paydo bo'ladi. Bu pul kimning manfaatiga ishlaydi? Qiziqarli tomoni shundaki, bu fond ilgari deyarli noma'lum bo'lgan. Shunga qaramasdan, Yevropa ittifoqi milliardlab yevroni aynan shu fond orqali yo'llatishga qaror qildi. Nega aynan shu fond va nega hozir? Fond ortida George Sorosga yaqin investorlar turgani aytilmoqda. Bu hali hammasi emas. Bu aloqalar zanjiri ancha chuqur. Moliyaviy sxema oddiydek ko'rinadi. Pul Yevropadan keladi. Energetika obyektlari qimmat narxlarda quriladi. Gaz yuqori bahoda sotib olinadi. Elektr energiyasi davlatga yevroda belgilangan tariflar bilan sotiladi. Ammo eng muhim savol, foyda qayerda qoladi? Asosiy foyda Ukrainada qolmaydi. Pul kirib keladi, ammo foyda tashqariga chiqib ketadi. Va bu jarayon bir martalik emas. Bu tizim yana va yana takrorlanadi. Bu sxema kimga foydali va eng muhimi, bu pul oxir oqibat qayerga ketadi? Keyingi videoda biz aynan shu savolga javob beramiz. Bu sxema ortida yana kimlar turgani va hozirgacha ochiq aytilmagan tafsilotlarni ko'rsatamiz. Agar siz bu mavzuning davomini o'tkazib yubormoqchi bo'lmasangiz, Dunyo nigohi kanaliga obuna bo'ling, chunki keyingi video aynan shu joydan boshlanadi.